Bugungi darsimizda sizlar bilan abakusda bir nechta misollarni ishlashni mashq qilib ko'ramiz. Demak, birinchisi 4 qo'shamiz 5. Bilardiki biz bosh barmog'imiz bilan 4 ni qo'shamiz. Ya'ni tengdaliga qo'shamiz. Qo'shamiz 5. 5 ni qo'shdik. Javob necha? To'liq bo'ldi. To'liq bo'lsa nechigacha yozardik? 9 gacha, to'g'rimi? Ya'ni 5, 6, 7, 8, 9. Javobni yozib qo'yamiz. Mana shunday. Hop, keyingisi 9 ayiramiz 3 ekan. 9 yozib olamiz. Ayiramiz 3. Bosh barmoqda ayiramiz. Javob 6, ya'ni 5 va 1, 6. Keyingisi 60 qo'shamiz 20. Bunisini endi chap qo'lda bajaramiz. 50 va 10 ni qo'shamiz. 60 bo'ldi. Endi qo'shishimiz kerak bo'ladi 20 ni. Mana bu yerda 10 va yana 10, ya'ni ikkitasini tengdalik qo'shsak 20 qo'shildi. Javobimiz 5, 6, 7, 8 va 0, ya'ni 80. Keyingisi 5 qo'shamiz 3, ayiramiz 7. Endi buni biroz tezroq ishlab ko'ramiz. 5 qo'shamiz 3, ayiramiz 7. 5 va 2 ni ayirsak 7 ni ayirgan bo'lamiz. Ya'ni bizda 5000 so'm va 3000 so'mlik pulimiz bor deylik. Shundan kimgadir 7000 so'm berishimiz kerak bo'lsa, 5000lik va 2000 so'mlik pulni beramiz. 1 dona 1000 so'm bizda qoladi. Mana shunday. Javob 1. Keyingisi 14 qo'shamiz 35. Qo'l harakatlarimga e'tibor berasiz endi. 14 qo'shamiz 35. 30 ni qo'shamiz, 5 qo'shamiz. Javobimiz 4, ya'ni 40. 5, 6, 7, 8, 9, ya'ni 49. Keyingisi 87 ayiramiz 32. 87 ni yozib olishimiz kerak. Misol uchun tasavvur qiling. 87 ming pulingiz bo'lsa, u qanday pullardan iborat bo'lar edi? Lekin kelishib olamiz, 2000 so'mlik pul yo'q bizda. Ha? Demak, 50 minglik va 3 ta 10 ming so'mlik pul bo'lardi. 20 minglik ham yo'q. Keyin 7 ming bo'lishi uchun bitta 5 minglik va 2 ta 1000 so'mlik pul bo'lardi. Mana shunday. 50, 60, 70, 80, 85, 86, 87 bo'ladi. Buni sonlarni yaxshiroq tanib olishingiz uchun flash kartani beramiz, uni ko'proq ko'rib turib bajarishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni flash karta mashqida siz raqamlarni ko'rib tezroq anglashingiz, necha ekanligini bilishingiz kerak bo'ladi. Bunga oid 20 xildan oshiq usullar bor, uni trenerlikka tayyorlov darslarida o'rgatiladi. Demak, qarang, 87 ayiramiz 32. Demak, 30 ni hamda 2 ni ayiramiz. Qarang, osongina ayirdik. Ya'ni 87 ming pulimiz bo'ladigan bo'lsa, kimgadir biz berishimiz kerak bo'lsa 32 ming pulni 3 ta 10 mingni beramiz, bitta 2 ta 2 ming so'mni, 2 ta 1000 so'mda 2 ming bo'ladi, shuni berib yuboramiz. 55 ming bizda pul qoladi. Demak, javobimiz 55. Endi faqatgina hammada ko'rasiz, ustun shaklda misol ishlayotgan bo'ladi. Nima, yonchasiga ishlab bo'lmaydimi yoki bu tavsiya qilinmaydi deyish mumkin. Yo'q, unaqa emas. Har qanaqa misol, xohlasangiz o'ngdan chapga ishlang. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. 5 qo'shamiz 4, ayiramiz 6. Mana 5 qo'shamiz 4, ayiramiz 6. 6 ni ayirdik, javob 3. Keyingisi 7 qo'shamiz 2, ayiramiz 4. 7 qo'shdim, mana ko'rdingiz-a? 7 ni qo'shdim. Qo'shamiz 2, ayiramiz 4. Qo'shamiz 2, ayiramiz 4. Javob 5. Yana bir gap, bolajonlar bu misollarni shundoq ko'rib turib, qo'l harakatlarini qimirlatishadi, xuddiki mana shu abakusni harakatlantirayotganday o'zlarini tasavvur qilib misolni ishlab bo'lishadi. To'g'risini aytsam, misol uchun bitta qarashda men ham ko'z ustida misollar ishlay olaman va siz ham ishlay olasiz. Oson misollar emas, keyinchalik formulali misollar beriladi. Ularni ham shundoq ko'z qarashda yo'q. Xohlang ustun shaklda, xohlang endiga shaklda, qator shaklda bemalol hisoblay olasiz. Haqiqatan ham buni siz eplay olasiz. Buni alohida texnikalari bor. Darslar davomida ko'ramiz inshaalloh. Demak, davom etamiz. 9 ayiramiz 5, ayiramiz 2. 9 ni yozib olaylik. Ayiramiz 5, ayiramiz 2. Javob 2. Ketdik. Tezlik juda ham muhim bunda. 20 qo'shamiz 50, ayiramiz 60. Qarang, 20. Eslab qoling, doimo chap qo'l ishlasin. Mana bu 2-3 usullardan doim qaytaraman buni. 20 qo'shamiz 50, ayiramiz 60. Qo'shamiz 50, ayiramiz 60. Javob 1 va 0, ya'ni 10. Keyingisi 33 qo'shamiz 55, ayiramiz 68 ekan. Demak, qarang. 33 tenglarga qo'shamiz. Qo'shamiz 55. Mana bunday. Ayiramiz 68. Endi 2 xil sonmi? Chap qo'l birinchi, o'ng qo'l ikkinchi. Demak, 60 ni ayiramiz.
Endi 8 dan ayiramiz. Ko'rib turganingizdek javob 2-0, ya'ni 20. Mana shunday. Misollarda siz bemalol hisoblay olishingiz mumkin. Hech qachon tashvishlanmang. Xuddi shu narsani siz tasavvuringizda ham qila olasiz. Keyinchalik bunga oid mashqlarni beramiz. Demak, keyingi video darslarda uchrashguncha